Bular nima? Tikuv ipi? Sadulla aka, tikuv ipidan ham aksessuar qilsa bo'ladimi? Shu narsalarni sizga o'rgatish uchun ip bilan tayyor to'qilgan narsalarni sizga tayyorlab qo'ydim. Bu tikuv ipi bizning xom ashyomiz hisoblanadi. Shirin bu futbolkani yoqasi bilan yengiga manjet. Bu ham mana yoqa. Bu xudilarni beliga manjet. Hammasi shveyniy ipdan. Mana bu ham bo'yinga, qo'lga manjet. Mana yana tikuv ipdan shnurlar. Mana ekstrafor. Uni ishlatilgan joyi juda ko'p. Mana bu ham qalin yupqa har xil lentalar tikuv ipidan. Asosiysi mana shveyniy ipdan vayniylarga, avtomatlarga remen. Fantaziyamizga qarab tikuv ipidan yana ko'p aksessuarlar ishlab chiqarishimiz mumkin. Tushunarli bo'lyaptimi o'zi? Ha, tushunarli bo'lyapti. Har doimgidek hayron qoldiryapsiz.